O'zbekistonda o'qituvchilarga 1 oktyabr munosabati bilan beriladigan mukofot puli oshiriladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda pedagog xodimlarga 1 oktyabr munosabati bilan beriladigan mukofot puli oshiriladi. Prezident farmoni bilan Vazirlar Mahkamasining umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'rnak ko'rsatgan xodimlarini moddiy rag'batlantirish tartibi takomillashtirish to'g'risida 2019-yil 30-sentyabrdagi 823-son qaroriga o'zgartirish kiritildi. Unga ko'ra, umumta'lim muassasalarida xodimlari, shu jumladan rahbar xodimlari faqat 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan jamg'armaning mavjud mablag'lari hisobidan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorida 75%gacha miqdorda mukofotlanishi mumkin. Ushbu o'zgartirish 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab kuchga kiradi. Bunda mukofotlash davrida mukofot miqdori umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'rnak ko'rsatgan xodimlarini rag'batlantirishning direktor jamg'armasining amaldagi moliyaviy holatidan kelib chiqib mavjud mablag'lari doirasida belgilanadi. Ilgari o'qituvchilar mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 50%gacha miqdorda mukofot olishgan. O'zbekistonda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 2024-yil oktyabrdan boshlab 1,155,000 so'm etib belgilangan edi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.